Misol 35. Demak, aniqlangan sohasi tegishli butun sonlar yig'indisi. Demak, aniqlangan soha minus x kvadrat plus 6x plus 7 ni katta yoki teng 0 deymiz ildizda bo'lgani uchun. Men endi ishorani o'zgartirib yuboraman. Albatta tengsizlik ham o'zgaradi. Tengsizlik ishlashda ko'paycha yaratib olaman asosan. Mana. Xo'p, va oralig'iga qo'yamiz. Demak, oraliqdagi sonlarimiz -1 hamda 7. Xo'p, 0 ni qo'ysak manfiy, bu yoq musbat, bu yoq musbat. Bizga manfiy oraliq kerak, ya'ni mana bu joy. Bu mana buni aniqlaydigan sohasi. Tushundingizmi? Logaritm uchun olmadik. Logaritm uchun olsak. Demak, x - 1 0 dan katta bo'lishi kerak. Bundan xulosa x katta bo'lishi kerak 1 dan. Mana. Bu logaritmdik. Demak, 1 dan kattalab olamiz, ya'ni 1 da mana bu yerga belgilab olamiz va 1 dan katta sonlar buni yechimi bo'ladi. Ya'ni ikkalasi kesishgan joy mana bu yer. Demak, bu aniqlangan soha javob 1 dan, ya'ni 1 kirmaydi, 7 gacha. 7 esa kiradi. Mana shu yerda butun sonlar yig'indisi so'ramoqda. 2, 3, 4, 5, 6, 7 teng. 5, 10, 14, 20, 27 chiqar ekan. Ya'ni 35 ga D variant.